Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek Qashqar ajoyib bir sehrli makon. Bu joyga G'arbiy rayondagi bo'stonliq madaniyatining necha ming yillik sirlari yoshiringan. Bu joyda yana Yipak yo'lini bo'ylab to'xtovsiz ravishda o'tishib turgan Sharq va G'arb madaniyatlarining eng nodir ulgilari mujassamlangan. Bugungi kunda bu sirliq makonning sehriy kuchi zodi nada? Qadimiy shaharning yangi qiyofati nomli filmimizning davomini ko'rgaysizlar. Quyuq milliy uslubga to'yingan ko'chalarda savdogarlar burunqidaklar nihoyat jonliq. Bu yerda kishilar shaharning eng qadimiy holatini, shundaqla milliy urf-odatga to'yingan shahar muhitini his qila oladi. Ko'zichi Yoribeshi mahallasining qarshi tarafida kulalichi ustamlar ratlik dastgohlarda o'z so'z bilan aldirash. Aldınғы əsrinin oturlarında bu kəsb bilan şoğullanğan Ablis Sopi hazırki küllərdən tolumu xoşal. Buranın topulan yol bu. Müşandan topunun üstüne darvazı vardı. O vaxtda ama darvazın açıp taqavalıdı. Şanı sıqasak çıqanmaydı. Edem toplaşqanda çıxırıb etdi. Mən çıxıb xadıca mana topulandı. Öğü çırıqdıq. Gündüz şəhər keçsək bolda inib çıxdıq. Darvazın taqvalı doğdu. Ben bisiklet manda da dükkanlarımda var. Baka. Onda da tarafta kalamanda oldu. Qiyafeti kullan yıllarning yaldamlari ko'rinib turgan o'zgacha madaniyat iznalariga ega bu qadimiy shahar hozir asli uslubda yangilangan qiyofati bilan qayta hayotiy kuchga to'lib kishini texmo maftun qiladigan holatga yetdi. Qashqar shahri Ko'ni shahar rayonining aholisi Ilhom Abdusopur necha oydan buyon bu yangi qo'rosining qurilish, bezash ishlari bilan aldirash edi. Bu mushu rayondagi ko'lami bir qadar cho'ngroq qurilishi alayda bo'lgan edi. Bu uyning o'rni bizningki ata bovlarimizning qolgan zaminimiz. Hükümet bir tutaş çıkıp bir tutaş sepiriş jarayonida lekin Qashqarning qadimiyligini azaldan qadimiy shahar ekanligini taxmin namoyon qilish uchun biz urug' tuqqanlar bilan birlashib turib bu imoratni silib chiqdik. Buni biz mehmonxona, choyxona, kafexona, yemek-ichmak mush jihatlarda cho'qim 5 yulduz darajaga yetkazamiz deb plan tuzatamiz. G'arbiy yurt urf-odati va Yipak yo'li madaniyatiga varislik qilgan bu Ko'ni shahar rayoni bugungi kunda yangicha qiyofati va aslidagi jazbidorligi bilan yanada julanib turmoqda. Aslidagi ko'chalar qor, uylar qistab qolaymaqan silingan. Plansiz, kesak va xishtin silingan imoratlarning o'rniga ko'chalari orada. O'zgacha milliy uslubdagi imoratlar almashgan edi. Aslidagi kengligi 2 metr yetmaydigan tor ko'chalardan shu tapda mashinalar bemalol o'tishib yuradigan. Ozoda saynosi bor keng ko'chalar kishini to'limu maftun qiladi. Ko'chaning oldi keng Hakeyne 100 metre 40 santa 2 metrim kemmaydi. Mesela 2 motor ve istkep kalsa yanlış bilmem kalamaydı.
uyumayan deydi. Mayan gazı köçürüp, belki iktisat kımayan kızımın elipçi. Mayan yakın sayımız bina tekşip çıkıptı. Yoğun mera olup, mayan dükkan silip hazır. Ailedeki balların bile hazır navayla kılıp, şıkıp ailem işlikip kızıl gürdek getip vardı. Mərkəzdəki 8 ministerlik komitet Qashqar Qo'ni shahar rayonidagi omining turalg'u turmush sharoitini tubdan yaxshilash uchun 2009-yili hujjat e'lon qilib, Qashqar shahri Qo'ni shahar rayonini o'zgartirish loyihasini rasmiy tasdiqladi. 2010-yili Davlat avtonom rayon Qashqar viloyati va Qashqar shahri jami 7 milliard yuandan ortiq mablag' silib, Qashqar shahrining Qo'ni shahar rayonini o'zgartirish qurilishini rasmiy boshladi. Shu yildan boshlab Qo'ni shahar rayonidagi 28 tavallik rayondagi 49,83 oylikning 5 million 70 ming kvadrat metr ko'lamdagi Qo'na xatarlik uyini o'zgartirish bekitildi. Aylıkның uyini şu 8 bal yataverishga taqobil tura oladigan beton qurilma qilib asos gavdasini separatimiz aylik uy sog'inim o'zi chiqib o'z saldigan onunga şu qurilish ko'lamiga qaylab turib nima to'liqlama yordam pul beramiz. Andan keyin hukumat o'zi asos gavdasini sepirdi, eshik derazini andan keyin uyninki bezilishini o'zi bezab chirib o'tiradi. Hozir shu yava ko'ch boshqarmadimi 1500 ga yaqin uyni o'zgartdik. Dastlabda bu xizmat nihoyatda tezki to'xtadi. Bu rayondagi aholilarning foyda manfaat ehtiyojini qandoq qondirish, ishki ziddiyatlarni qandoq hal qilish, ko'chirish, chiqish ishlarini qandoq bartaraf qilish bu xizmatni qo'l tutib ishlayotganlarga osonga to'xtamadi. Dastlabda xizmatlarni ilib borgan chog'da tezki tushgan bu xizmat. Xalq ombudsman kallasini o'tmagan, o'yin chiqib o'tib boshqa yerga o'tib o'tadi ekan, o'rnimizga sepmaydi ekan yoki o'yini egallab oldi ekan deganda qarashlar shakllangan. Lekin dastlabda biz maxsus nuqta qilib chiqqan rayonlarni o'yini o'tkazgandan keyin ommaning qarashida o'zgarish bo'ldi. Hamma ishniki dastlabki qadami ta'sirganda ham shu bizningki shu o'zgartirish xizmatida dastlabki boshlanish ta'sir tushganda. Ommaning fikrini anglash, ammo qo'llaganda andin ish boshlash, o'zgartirish bilan an'anaviy madaniyatni qo'g'dashni birlashtirish, Qo'ni shahar rayonini o'zgartishdagi oldingi nishon qiling'ashqa ko'p qism omma bu o'zgartirish fikriga aktivlik bilan ovoz qo'shdi. Qashqar shaharlik hukumat har jihatdan ko'p taraflimilik, ko'p qatimliq fikr olgandan keyin boshqa joyga bino silib o'rlashtirish, uyning asosiy qurilmasini hukumat bir tutash silib berish, aholilar o'zlari bezash, aholi o'zlari silib hukumat yordam puli berishdan iborat 3 xil o'zgartirish loyihasi o'tirg'i qo'yilib, aholilarning tanlashiga sunildi. 2010-yildan boshlab o'zi chiqib bir tutash yasash, o'zi chiqib o'zi yasash, andan keyin uy sirtqa almashtirish qatorliq siyosatlar qo'llanildi. Ammo uy almashtirish deganda hamda ikki xil siyosat bor. Qurilish ko'lami, ya'ni 50 kvadrat metrdan to'van uylarniki, nopos soni ko'p o'ltiraq sharoitida nachar bo'lib qolganligi uchun bularga mayli qancha kvadrat metr bo'lishidan qat'iy nazar ularga 50 kvadrat metr atrofidagi uyni almashtirib berdik. Ishib ketgan qismiga xalq ombudsman oq to'limida. Bu birinchi siyosat. Ikkinchisi endi bir nisbat bo'yicha uy almashtirish. Buningda asosliqi xalq ombudsman o'zining ixtiyorligini asos qilish. Almashtirishga qo'shilsa sirq almashtirish qo'shilmasa o'z o'rniga yasash. Endi o'z o'rniga silish siyosati bunda ikki turda ilib boradi. Birisi o'zi chiqib o'zi yasash siyosati. Ikkinchisi o'zi chiqib bir tutash yasash siyosati. Buningda keng ko'lamda qo'llanganimiz endi o'zi chiqib bir tutash yasash siyosati ko'proq qo'llanildi. Qashqar shahri Qo'ni shahar rayonini o'zgartirish turida bu yil 7-oygacha 38,968 oylikning xatarlik Qo'ni uylari o'zgartirildi.
bu o'zgartishga tegishli qurilish vazifasining 82,5%ni egallaydi. Buning ichida markaziy rayonda 10.223 oilaning uyi o'zgartirilib, bu rayondagi o'zgartishga tegishli qurilish vazifasining 97,8%ni egalladi. Hozir Qashqar shahrining Qo'ni shahar rayonida yo'llar kengayib, sayohatchilar ko'paydi. Turli kasblar yana asldagideklar gullanib, savdo jonlandi. Bu yani 40 yıl 40 yıl oldu. Atı boğullarmışla kılan dadammış kesip kılıta. Ben dadam düzgenken şu yerden ballarının şahitim bulmuştur ettik. Şu şahıldemde dükkanlarımız bağ yoktan ağırlıkta şu şahıldama küllümüzü aran ötüteyende. Hazır öyler çoğumuş yakın etrafında. Öylere yakın gördüm şu kıymet öylerimiz bile. Dağlı o teke. Yaktırmıştırımız. Qashqar shahrining Qo'ni shahar rayoni o'zgartish qurilishi ko'lami eng cho'ng, aslihalari eng to'liq, o'lchami eng yuqori, muhiti eng go'zal, o'zgartish qurilish sur'ati eng tez bo'lishdak alohidaligi bilan dunyo bo'yicha Qo'ni shahar rayoni o'zgartishdagi tipik qurilishlarning biri bo'lib qoldi. Hazma o'zgartgandan keyin hukumat haqsiz suv, tok, andan keyin tabiiy gaz, andan keyin Evraz yo'llarining o'shida bu da endi shu bilo. Shuni hukumat o'ylashib, shuni qilmoqda. Hammasi hukumat bir tutash haqsiz. Bizlish yatimi hukumat o'z pul chiqim qilib, mush ko'chilni yog'ochdan, andan keyin suvash, yog'ochdan ramki bekitish, ishikning cho'risini, derazaning cho'risini to'qish, hammasi hukumat haqsiz qilib turadi. Asldikini saqlab qilish yoki o'xshitib yangilash Qashqar Qo'ni shahar rayonini o'zgartish qurilishining eng cho'ng alohidaligi. Bu joyga o'rnashgan kulolichilik bozori, do'ppa to'moq bozori, mis asboblar bozori, Qo'ni asari atiqa madaniyat bozori qatorliq nurg'ulg'an bozorlardagi 1000 yillik tarixi ega o'zgacha savdo madaniyati bugungi kundami yangicha tusda julanib turmoqda. O'zgartirilgandan keyingi Qo'ni shahar rayonida qo'l hunarvanchilik yanada jonlandi. Taraf-tarafga so'zilgan qaynoq bozorda yanada hunarvanlar o'z hunari bilan aldirish. Bu joyning qiyofati o'zgargan bilan asli holati yanada saqlanib qoldi. Mako'chim ham oilalar turadigan, ham sotsial markazlashgan, birleşip ketken şuna bir alaydı purqaba ko'chalar. Bu ko'cha rayonining eng alaydiligi shu. Ustida o'z turdi, ostida o'zining qo'lnarvan do'koni. Shu qo'lnarvanchilik orqali o'zining turmushini qamlaydi. Andan keyin yaxshi bo'lgan turmush muhiti bor, uy yaxshi. Andan keyin sotsial orqali 11 kirim bo'ldi. Qashqar shahrining Qo'ni shahar rayoni 5 yil o'zgargandan keyin bu yerdagi 7 ming ortiq aholining tarixiy madaniyat qiymatiga ega uylari remont qilinib, mustahkamlanib, asli holati saqlab qolindi. Bu rayonning an'anaviy qiyofati va asli qurilmasi qo'g'dilib, madaniyatga varislik qilindi va taraqqiy qildirildi. Qo'ni ko'chalar asli holatida saqlab qolindi. O'zgartirilgandan keyin bu aholilarning o'z kasbi bilan shug'ullanishi uchun sharoit yaratib berildi. Xoslik bilan alohidalik bu yerga kelgan har qanday kishi uchun yangilik bo'ldi. Bu qadimiy mahalla menda bakchong ta'sir qoldirdi. Biz bu yer kelsak, Qashqarning ayni vaqtidagi tarixi va madaniyati bilan uchrashgandek bo'ldik-miz. Bo'libmi har xil kasblar bilan giralishib ketgan agri-bugri ko'chalardan biz necha ming yil ilgirki Qashqar ko'chalaridagi qaynoq hayotni, Qashqar xalqining turmushga tutgan pozitsiyasini his qila oladiganmiz. Men bu yerga kelib bak hayron qoldim. Bu joyning o'zgartirilgan va o'zgartirilmagan joylarini tafsiliy ko'rib chiqdim. Hukumat pek ko'p mablag' sapdi. Aslidagisi asosida o'xshitib sapdi. Bu yerga kelsak, qadimiy bir madaniyatni ko'rgandek bo'ladi ekanmiz.
Qashqar Koni shahar rayoni bu yil 7 oyda davlatning 5A darajalik sayligohlari qatoriga kirgizildi. Qashqar Koni shahar rayoni buning bilan avtonom rayonimizdagi tunji tarix va odamiyat bosh temi qilingan 5A darajalik sayligohga aylandi. Koni shahar rayonidagi xatarlik koni uylarni o'zgartirish orqali ommaning o'ltiraqlashish masalasi hal bo'lib qolmay, balki ommaning turmushi, tirikchiligi uchun texmi yaxshi sharoit yaratildi. Yana bir jihatdan aytganda, bu joydagi o'zgarish o'ltiraqlashish muhitidagi o'zgarish bo'lmasdan, balki eng muhimi ommaning qarashidagi o'zgarish bo'ldi. Biz Beşaderlik sayohat manzil rayoni barpo qilishga asosiy maqsadimiz mushu orqali biz yo'l bo'yidagi aholilarning uyini o'zgartirib, ularningki milliy qo'lhunar va mahsulotlarni ishlab chiqarish, ushaq suv tijoratida shug'ullanish, o'ziningki Qashqar shahrining rayonlarning xosligiga ega ba'zi bir yemak-ichmak tijoratdan shug'ullanishga yetaklab, ularning iqtisodiy kirimini oshirib, mushu orqali ularning turmushini yaxshilash maqsadiga yetmoqchi. Biz bu bir necha yillik xizmatlar orqali dastlab qadamda bu xizmatning unumini ko'rdik. 2000 necha yillik bo'ron chapqunni 5dan o'tkazib, o'xshamagan tarixiy davrining kartinasiga, shundaqla qadimiy Yipak yo'li madaniyati tadqiqotidagi eng qimmatlik, eng vakil xarakterlik tarixiy madaniyat shaharchisiga aylangan Qashqar shahri Koni shahar rayoni o'z afzalligi bilan xalqaroliq savdo shahri, sayohat shahri va qadimiy madaniyat shahri bo'lgan Qashqarni dunyoga tanitqusi. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.